Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 28-mart kunidagi zotimizda holatlari. Yomg'ir yog'ib, mana endi quyoshlar xudo xolasa chiqib turibdi. Ko'pchilik shu nimadan pishiriladi deganlarga Xumdon tepasiga chiqib zavodda mana ko'mirdan pishiriladi. Zavodda o'zida video olyapmiz. Shu gradusda nihoyatda yuqori baland gradusda pishadi. Hozir mana ko'rsatib o'tamiz ichlarini. Hozir mana ko'rib turganlaringizdek o't nihoyatda kuchli. Ko'mirda pishadi. Lekin ko'mirda pishgan bilan xudo xolasa g'ishlarimizdir, ranglari xudo xolasa pishganligi nihoyatda baquvvat. Hozir mana ko'rsatib o'tamiz. Bu birinchi zavodimizdan video. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan. Videolarimizda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Endi biz blogerlik qila olmaymiz, unaqa gapga yepchilmasmiz. Shuning uchun oldindan uzr so'raymiz kamchiliklarga. G'ishlarimizni otib ham sinab beraveramiz. Xudo xolasa baquvvat. Ko'rib turganlaringdek uchalasi ham butun. Hozir ranglarni yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Yuklanyapti hozir, o'sha yuklanish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Ob-havolar nihoyatda bahor fasli kelib, daraxtlar ham barg ochishni boshladi. Mana bu yerda 10 mingtalik mashinamizga yuklanishlar ketyapti. Mana ko'rib turganlaringizdek ranglari atlasma holatda. Hozir ko'pchilik sariq deganiga hozir sarig'ini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ishlarimiz holatlari. Bu mashinamiz 10 mingtalik mashina, 10 mingta sig'adi. Mashinamiz hozir Andijon viloyati Sharxon tumaniga ketyapti. Zavodimiz o'zida narxlari 850 so'mdan. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Ko'rib turganlaringdek sariq turpoqda chiqadi mana. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Yaqindagi holatlarimizdan sanoatga bo'linish etmasligi garantiya beriladi ishlarimizda. Sho'ri ko'pchilik sho'ridan so'rashadi. Sho'ri xudo xolasa birorta klientlardan arz tushgani yo'q, chiqib ketdi deb oldindan 5-10% bo'lishi mumkin deyiladi. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Hozir pastdagi holatlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganlaringdek xom telish jarayonlari ketyapti. Shu akalarimizning mehnatlarini qadrlagan holatda bittadan like bosib qo'ysalar ham bo'laveradi. O'sha aytganda biz bloger emasmiz, gapga yepchilmasmiz. Videoda davom etamiz. Mana ichkaridagi holati. Mana rangi oq ko'proq. Endi hozir dahanam boshi chiqib qolgani uchun dahanani boshi ozgina qizil bo'ladi, bu tarafi oq bo'ladi. O'shancha atlasni ikkalasi yechib atlasni o'tadi. Hozir naryoqdagi holatini ko'rsatib o'tamiz. Yuklanyapti turganini. Mana zavodimiz hozirgi kunda yomg'ir yog'ganligi sababli yerlar namligi uchun hovuch ham chiqarilmayapti. Bu birag'ishlar yon tarafga olib chiqib tashlanadi. Mana asl holati. Mana ko'rib turganlaringda yaqindagi holatlari.
sizlarga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. To'lov turi xohlagan plastik, pul o'tkazish, naqd pul hamma yo'li bor. Bu xumdon bir kunda bitta zavodimizdan 50 mingtagacha g'ish chiqadi. Narigi xumdondan 30 ming 40 ming, narigi zavodimizdan 30 ming 40 ming g'ish chiqadi. Pastda raqamlarga aloqaga chiqsalaring batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.